Assalomu alaykum hurmatli Jahon temir eshik profilini kuzatuvchilari. Instagram, YouTube'dagi. Mana biz bugun yana bitta yangi eshiklarimizni o'rnatdik. Xudo xolasa chiroyli, o'ziga yarasha dizayn qo'yib bo'ldi. Shtampochniy variantda high-tech bosimdagi byudjetli variant deyiladi. Buni ikki tarafini ham bir xil holatda qilib ishladik. Ichki tarafi ham o'ziga yarasha dizaynli, mana oldi orqasi bir xil chiroyli bo'lib o'rnashdi. Ochilib bilinishlar ham yaxshi, sifatli bo'lib o'rnashdi. Mana zamoklardan, freda zamoklaridan o'rnatdik. Xudo xolasa kimga shuning eshiklarda ro'zalar kerak bo'lsa, Jahon temir eshik profiliga murojaat etaverasizlar. Bizning yangiliklardan xabardor bo'lib turishligi uchun bizni kanalimizga podpisatsiya qilib qo'ying. Hamisha layklarni bosib tursangiz, yangi ideyalar, yangi dizaynlarni ishlashga bir odamga shijoat baxshlaydi. Hamisha biz bilan hamroh bo'lib yurishingizni so'rab qolamiz. Ko'rishguncha